Ha, ketdi aka. Biz mana Samarqand viloyatida Jomboy rayonidan keldik. Sulton Agro fermasidan mana shu Lugashga apparatni olishga keldik. Sarchashmalik 3 ta ukamiz mana shuni olib olgan ekan. Shundan baraka topgan ekan. Mana xudo xolasa mana shu pulga xarid qildik. Ertaga bir 5-6 oyda bir chiqsa bo'ynimizga olamiz deyapti. Hammaga beramiz deyapti. Boshqa mana hech qanaqa ortiqcha gap bo'lmaydi aka deyapti. Shu oldi bertisini qildik. Xudo xolasa mana qiziqqanlar ketib olsin. Bizlarda 2 yildan beri mana bolalar ishlab shunaqa noni hammaga nasib qilsin shu narsa. Hammaga yetkazsin. Kunlarda mana ro'za Ramazonda sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ukalarga ham katta rahmat, sizlarga ham katta rahmat. Aytganingizga sin aka. Texnikalar baraka topinglar aka. Yuzimiz yorug' bo'lsa bizga yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa texnikalarimiz ishlab keldi. Ko'rib kelyapsizlar baribir. Sarchashmali bolalardan ko'rib tavsiya qilgani uchun kelyapsizlar. Mana 2 ta, 3 ta bo'ldi xudo xolasa, 3-chisi biz. 3-inchisi Xudo xolasa yana aytamiz bolalarga.